Temani assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Temani yozgan edik. Demak, teskari matritsani rangiga doir misollashamiz. Yerda misollar berilgan. O'sha misollardan bitta ishlayveramiz. Hop, mana 4.2 misolni ishlayveramiz. 4.2. Teskari matritsani toping. Hop, demak, o'zi nazorat nimadan olamiz? Xo'sh, mana demak, misol berilgan. Mana shu matritsani teskarisini topishimiz kerak. Buning uchun demak biz birinchidan ularga teskari matrits topish kerak. Teskari matritsani topamiz. Teskari matritsani topish kerak. Toping. Mana birinchidan xo'sh, demak biz teskari matrits topish uchun oldingi darsimizda aytgan edikki, matritsani determinanti noldan farqli bo'lishi kerak, ya'ni maxsus emas matritsda bo'lishi kerak. Matritsani determinanti topib ko'ramiz. Xo'sh, A matritsani determinantini yozamiz. 1, 5, 7, 3, 4, 2, 3, 4. Endi xo'sh, mana shunday ishlasak, bilan topadigan bo'lsak, 1, 1, 4, 5, 5, orasiga 3, 9, 7, 63. Buning ustiga 7, 1, 14. Orasiga 3, minus 3. Demak, 15. 15 ga 60 beriladi. Minus 60. Toplaymiz. Shuni bu minus 60 to'g'risi ketadi mana bilan. 14, 0 ekan, 0 teng ekan. Demak, xo'sh, nolga teng bo'lsa, agarda matritsani determinant nolga teng bo'lsa, yozamiz teskari matritsa mavjud emas. Demak, teskari matritsa mavjud emas ekan. Matritsa mavjud emas. Bunga bo'ladi. Birinchi misolni ko'ramiz. Ikkinchi misolni ko'ramiz. Ikkinchi misolni ikkinchi. Buni atlashga emas ekan. O'tishni olamiz. Matritsani teskarisini topamiz. Demak, bitta joyda ham matritsani determinantini hisoblaymiz. Determinant
Anladınız mı? 2 minus 4 yetti. 5, 5, 3, 2, 4, 3. Yani bakalım sorularım cevap Tetap konsisten ya कि इसने को baca pikir ma mal bro yana konsisten ya izleyeceğiz. Tamam. Mesela 2 3 3 tane kapatırım. 2 3 3 plus. Buna kasih kapatırım dedi. 2 minus 1. Demek 1 kapatırılgan 2 kapatırılgan minus 1. Minus 1 kaç var bozamız? Plus. Buna kasih ya. 5 diyor. Gitti. 5 kapatırılgan 4 kapatırılgan gitti. Minus alamız. Gitti 3 1. 4 3 gitti. Minus. Ya buna kasih olan 2 2 4. 2 2 4. Yani ahırısı 5 3 minus 1. Minus 5 3 minus 1. Toplayınız. Toplasak. Yani bu 4 18 öyle mi? 18. Bu minus 2. Bu 20. Liste yetti. Burası 40. Liste. Burası 40. Burası 40. Burası 40 oldu. Yani burası minus 20 olacak. Yani bu 8. Minus 16. Burası 15. Yani minus 16 olacak. 15 yani. Minus 15 olacak. 15. Toplayınız. Toplayınız. Hiç böyle değil. Tolong kalkulator no, ini bisa. İşi çıktı. Aa, tamam. Derece tutuyor çıkartın ya mı? Ne çıktı ben şöyle? Yani bak tekrarı. Demek 2, 3, 3, 9, 18 bölümü. Minus 2. Minus 20, 12. Bölümü. 20 bölümü. 16 bölümü. 15. Üçüncü şurada olması demek.
Nasıl çıkartıyor? Çok çıkarttı mı? Hiç çıkarttı. Evet. Evet. Telefon. Telefon. Ne oldu lan? Bana gitti. Ne oldu demek? Paketten de minus 6 falan. Minus 6 falan. Birinci üstteki rakamı işte noldan farklı. Noldan farklı demek bizler matritsa mavcut. Topamiz. Endi topishimiz uchun biz nima formadan foydalanamiz. Bizlar matritsani formasiyaga demak, ana bu yerda bir bo'lingan matritsani determinantiga ko'paytirilgan quyidagi e, demak, ajratuvchi hujjatlar topilgan tuzilgan tug'ilgan matricha demak A1 mana bu yerda bo'ladi A2 mana bu yerda bo'ladi A3 A1 2 A2 2 A3 2 bo'ladi. A1 A2 A3 va ular demak algebra to'ldiruvchilar mana bu. Demak bu yerda A I G U mana bu demak I qo'shilgan G ko'paytirilgan M I G yani algebraik to'ldiruvchilar to'ldiruvchi algebra to'ldiruvchi demak shunaqa qilib biz demak mana shu formuladan foydalanib topamiz. Endi ana A G'lar mana bu yerda I bilan G'lar o'zgaradi demak mana shu indekslar bo'yicha o'zgaradi. Masalan endi topamiz birinchi A1 topamiz. Hop, A1 demak bu deganimiz birinchi satr, birinchi satrni o'chiramiz. Birinchi satrni o'chiramiz va birinchi ustuni o'chiramiz va qolganini o'chiramiz. Demak, o'chiramiz. Demak, nima qiladi? 3 2 demak ana bu yerda -1 darajasida -1 darajasida 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan 1 M1 mana bu minori demak birinchi satr birinchi ustuni o'chiramiz. 3 2 qoladi mana bu yerda. 3 2 yerda qoladi 4 o'chiramiz. Hisoblaymiz. Bu musbat. -1 kvadrati musbat bo'ladi. Va bu 3 3 uchinchi ko'paytiramiz. Minus 4 ko'paytiramiz 2 nima bo'ladi? 9 8 bu 1 ga teng bo'ladi. 1. Qo'shma demak A1 2 topamiz. A1 2. Xo'sh. Endi o'chiramiz. Endi o'chiramiz. Birinchi satr mana. Birinchi satr. Birinchi satrni o'chiramiz. Birinchi satrni o'chiramiz va ikkinchi ustuni o'chiramiz. Mana bu o'chiramiz. Nima qoladi bizga? Bu yerda demak yozamiz birinchi. -1 darajasida 1 qo'shilgan 2 formula bo'yicha nima bo'ladi? Nima qoldi? 5 2 qoladi. 5 1 3 demak bu -1 darajasi toq bo'lsa demak bu minus bo'ladi. Ishora mana oldiga minus qo'yamiz. Minus bo'lsa demak bu 15 yozib ko'p yozib o'tirmayman. 15 mana shuga 15 minus formuladagi minus bu 2 necha bo'ladi? 13 minus 3 ga demak A1 shuni topamiz endi. A1 demak bu yerda endi minus 1 darajasiga 1 qo'shilgan 3
Birinchi satrni birinchi satrni o'chiramiz. Birinchi satr uchinchi ustun o'chiramiz. Nima qoladi? 5 3 demak, bu yerda ishora demak 1/4 darajasi bo'lsa bu nisbat. Ishorasi 20 minus 3. Demak, bu yerdan birinchi ustunni elementlarni topdim. Buni qilishni demak, ikkinchi ustunni topamiz. A2 1. A2 1. Hop, A2 1 topamiz. Hop, endi A2 1. A2 1. A2 1 demak, A2 1 bo'lsa demak, mana bu yerda minus 1 darajasiga 1 qo'shilgandir. M2 1 bo'ladi. M2 1 deganimiz demak, bu ikkinchi satrni ichidan qilib, birinchi ustunni ichidan qilib. Nima qoladi? Minus 1 7. Minus 1 7. 3. Qolgan bizda. Demak, hisoblaymiz buni. Bu demak, minus 1 darajasi 3 bo'lsa demak, bu 90 bo'lsa manfiy bo'ladi. Ishoramiz. 3ga minus 1 bo'lsa minus 3. 728 bu minusdan bo'ladi. 8. 31 bo'ladi. 31 bo'ladi. Minus bo'lsa 131 bo'ladi. A2 demak, bu ishorasi minus 1 darajasida qo'shilgan 2. Ikkinchi satr ikkinchi satrni o'chiramiz va ikkinchi satr ikkinchisiga o'chiramiz. Xo'sh, mana buni o'chirayotganmiz. 2 7 qoladi. 7 mana 2 7 qoladi. 1 qoladi. 3 o'chiramiz. Demak, bu juft bo'lgani uchun musbat. Demak, bu nima bo'ladi endi? 2 6 bo'lar ekan bu. 3 6 bu 7 bu minus 1 ga teng. A2 3. 200 demak, bu ikkinchi satrni uchinchi ustuni o'chiramiz. Ya'ni mana bunday o'chiramiz. O'chiramiz. Ikkinchi satr va uchinchi ustuni o'chiramiz. Nima qoladi? Ishorasi demak, bu yerda minus 1 darajasida qo'shilgan 3. Endi bo'ladi 2 1, 2 minus 1. 1 4. Barabar. Bu minus ishora bilan yozamiz. Qolishdi degan buni hisoblaymiz endi. 8 bo'lar ekan bu. 8 bu minus 1 bo'ladi. Formula bilan +1. 9 bo'ladi. Minus 9 ekan. Demak, ikkinchi analizni hisoblaymiz. Endi uchinchi ustunni hisoblaymiz. O'chiramiz endi. Buni boshqalarga o'ylaydimi? Demak, endi A 3/1 buni hisoblaymiz. A 3/1. Demak, bu zaman A 3/1. Demak, bu degan minus 1 darajasida 3 qo'shilgan. 3/1 demak, endi o'chiramiz. Uchinchi satrni mana bunday qilib, birinchi ustunni o'chiramiz. Endi uchinchi satr birinchi ustuni. Nima qoldi bizda? Minus 1 7 qoldi. 3 qoldi. Hisoblasangiz demak, ishorasi nisbat bo'ladi. Bo'lganligi uchun demak, minus 2 minus 21 23 bo'ladi.
Ozak hisoblasak bo'ladi. Minus 2, 21, minusdan bo'ladi. Minus 23. Minus 23. Endi A uchli ikkini hisoblaymiz. Demak, ishora minus bo'ladi beradi. 4dan to'rt bitsa ham bo'ladi. 4dan to'rt bitsa ham bo'ladi. Demak, ishora sana bergan o'rin bilan minus bo'ladi. Topilganligi uchun minus yozaman. Nima qoladi? 3, 2. Demak, 3-satr, 3-sini o'chiramiz. Masalan, mana buni va mana buni o'chiramiz. Nima qiladi? 2, 7, 5, 2. Hisoblaymiz. Bu 4, bu 35. Bo'ladi. Besh bo'lsa, minus 30 qoladi, plus 30 bo'ladi. Oxirgisi A33. Demak, ishora musbat. Endi bu yerda ikkinchi satr, ikkinchi ustuni o'chiramiz. Nima qoladi? 2 minus 1, 5, 3. Demak, 6, 5 plus 6 ga 11 bo'ladi. Demak, hammasini topdik. Endi biz teskari matrisalarni yozib bilamiz. Demak, A minus 1. Bittasi determinantini tengi mana birinchi istiyor. Yozamiz. Bittasi mablag' bo'yicha chiqamiz. A1, A1, A1. Birinchi, ikkinchi, ikkinchi, to'qqiz, uchinchi, 123, 181. Teskari matrisalarda matrisa ko'paytirish qoidasiga asosan mana buni demak biz ko'paytirib yozsak ham bo'ladi, shunday qoldirsak ham bo'ladi, keyinchalik oxirida topsak ham bo'ladi. Endi buni topdik. Endi to'g'rimi yoki yo'qmi? Buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Buning uchun demak biz teskari topgan matritsamizni berilgan matrisaga ko'paytiramiz. Yana hosil bo'lishi kerak birlik. Ya'ni mana ko'rishda birlik matrisa. Bir, nol, 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 nol. Bir matrisa hosil bo'lishi kerak. Hosil bo'lsa demak to'g'ri bo'ladi. Tekshirish kerak buni. Tekshirishimiz uchun ko'paytirishimiz kerak. Berilgan matrisani ko'paytiramiz. Ko'paytirib tekshirib ko'raylik. Shu 2 bo'lmasa 2 tekshirishimiz. Mana shuni ko'paytiramiz. Mana bu sonni ko'paytirish bo'yicha juda qiyinchilik bo'ladi. To'rt, uch, 17,
31, minus 4, 23, 24, bu 19, langsung beregistriert. Ya, ya. Mesela seyahat kopartışında yanar. Bana kopartırlar. İp yaptır. Yunus Bilge 13. Bana bir sattır. Bana bir sattır. Bana bir sattır. Bana bir sattır. Bana üstünde adına hak kopartırlar. Kuşlar. İlene ittihad ederler. Bas çıkarmayı. Bas çıkarmayı. Bas gerekiyor. Kazanız. İyi. Kopartırlar. Kopartırlar. Yunus Bilge kopartırlar. Yunus 13. Bak. Yunus Bilge. Yunus Bilge. Kopartırlar. Yunus 13. Böyle. Yunus. Yetti kopartırlar. 17. Yes. Kopartırlar. 17. Bu bölümde. Şimdi bana şu satırını bana üstünde kopartılan. İki kopartırlar. 31. Minus 1 kopartırlar. Minus 1. İki tane minus'ın üstüne biraz kopartırlar. Var mı? Bir kopartırlar. Sayamalar. Bir bölümde. Yetti kopartırlar. Toplamda minus 60. Bir şey gösteren var. Yani ne yapılır? Evet. Ben üniversiteye bitirmeyeyim ha. Oradan soruyor zaman cevabını. Demek ilk kopartırlar. 31. Bu 60 dik gibi herhalde bana. Minus 1 kopartırlar. Minus 1 plus 1 bölümde. Yetti kopartırlar. Toplam minus 63. Minus 63. Devam edelim. Devam. Bir de konuşursan üçüncü üstünlük kopartırlar. İki kopartırlar. İlgili olsun. Minus 3 oldu. Minus 1 kopartırlar. Minus 31. Minus 31. Yetti kopartırlar. 11. 77. 177. Ne? 170. Ana bu birinchi qator bo'ldi mana. Shunday demak ikkinchi qatorga tamom xuddi shunday ko'paytirib chiqamiz demak. Mana bu birinchi satrni demak bitta bundan ko'paytiramiz. 5 ko'paytirilgan 5, 3 ko'paytirilgan 13 demak bu 9mi? 9, 9, ko'paytirilgan 17, 34. İkinci işin vatandaşı. 5 ko'paytirilgan 30. 555. 5, 5 ko'paytirilgan 555 barobar. 3 ko'paytirilgan 103 barobar. 2 ko'paytirilgan 5, 155. 303. Bu 118. 118. Üçüncü üstünlüğe kapatalım. 5 de 23. 5 kere 5 kere 5 kere 5. Bizden alakalı değil. Hazır 17'den keyin biraz daha mı? Geçin kenarına koyarız. Orada bak. 115. 3 ko'paytirilgan mana bu. 93 bo'ladimi? 83. 2 bu 22 bo'ladi. 22. Oxirgi. Mana bu uni ko'paytiramiz qo'shmaymi? 1 ko'paytirgan 1 bo'ladi. 4 13. Minusdan 56 bo'ladi. 52 bo'ladi. Evet. 4 13 bu 26, 52 bo'ladi. 52. 52 bo'lsa demak bu 17, 51 bo'ladi. 51.
Devam demek bu bölümde nasıl demek ya bu çizgiler var hani. Evet. 4 tane minus 4 3 mesela bu evet, evet, evet. Oxirgi şey demek 1 minus 23 4 demek bu 124 beşe geliyor. 124 plus 24 3 400 plus. Bunu yapamaz. Tabii bunu demek bir tanesini böyle yazalım bu var. Misal xo'sh, mana bu nima teng bo'ldi? Mana buni hisoblasangiz bu 7 kira 70 to'qqiz 174 bo'lishi kerak ekan. 174 bo'ladi. Mana shu 174 ga teng bo'ladi. Bu demak mana 0 to'g'rimi? 60 ga 0 bo'ladi. Xo'sh, mana bu ham 0. Xo'sh, mana bu ham 0 mana 34 0 bo'ladi. Mana bu endi 21 bo'lsa 134 qoladi. Yog'i demak 115 yana bu 22 15 bo'lsa 0 bo'ladi ham. Bunisi ham 51 51 52 0 bo'ladi ham. Bilim bu yoqda 27 31 0. Mana bu endi 120 mana bu bilan ayirsak demak bu 10 ta qoladi. 134 bo'ladi ham. Endi barobar matrisaga ko'paytirish qoidasiga asosan har bitta elementini ko'paytirib chiqishimiz kerak. Buni ko'paytirsak 134 bo'lingan 134 1 bo'ladi mana. Bular 0 bo'ladi qarasa. Bu ham 0 bo'ladi. Bu ham 1 bo'ladi. 0 0 0 1 bo'ladi. Demak, bu ham tenglikdan ega. Demak, biz topgan matrisa to'g'ri ekan, to'g'ri deb aytiladi. Javob to'g'ri deb aytamiz. Demak, ana shu teskari matrisa topish amali ana shu bo'ladi. Hop, hozir 10 minut tanaffus, keyin davom etamiz. Bu yerda hammasi yuzlab qilyapti. O'tamiz. Hop, endi yana bitta misol aytishimiz mumkin. Yana olamiz. Yaxshi, mana bu tenglamani yechamiz. Bitta o'tib tenglamani yechamiz. Olaylik. Matrica tenglamani yechishimiz kerak bo'ladi. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak. Matrica tenglamani yechishimiz uchun endi shunday matrisaga ko'paytirishimiz kerak. X matrisaga demak, mana bu matrisaga birinchi mana matrisaga teskari matrisa topishimiz kerak. Teskari matrisa topishimiz kerak ekan. Keyin shuni ko'paytirsak bu ikkala tomoniga chiqadi keyin. Ana bo'lyapti mana. Birinchisini x noldan a desak, x bo'lyapti barobar nima b bo'lyapti mana. Demak, ikkala tomoniga teskari matrisani ko'paytirsak, a bo'ladi bu, x bo'ladi bu, a mana bu ko'paytirilgan mana b bo'ladi. Demak, bu b ga teng mana bu. Ikkala matrisa bo'lgani uchun demak x barobar nima bo'ladi? A minus b ko'paytirilgan bo'lsa b. A matrisani teskari topamiz. A matrisani aytaylik. Hesapladimi?
Demek, mesela bu determinantını toplamız 10. Deminimiz 10 diye. Minus 12 çarpı buralarda. Altı yakınlıktan yapan koordinat iskelenet ise mevcut. Şimdi formuna kaynak olarak A minus 1 bu. Diğer bölümde bu tansiyon A. Diğer bölümde A bölü 1. A 2 1. A bölü 2. A 2. Dörtte bölümde. Düz opsiyonu komunu. Sonra A bölü 1 opsiyonu düşün. Ana bunu çıkarmış. Bundan çıkarmış. Bölü alt kare. Minus 6 geldi. A mesela bölü 2. Bölümü ölçülememiz, iki ölçülememiz. Dört kolay minus 4 bölümümüz. Bu şöyle, şöyle. A, bu 2 bölü 1 bu. 1 bölü bu minus formunda var. İkinci saat, birinci saat. Minus 3, plus 3 bölümümüz. A 2, 2. Yani minus saat beraber. İkini ölçülememiz. Bölü bölümümüz. Bu bölü. Şimdi hocamız A minus 1 yetenekine tahsil 6. Bu. Böyle A bölümümüz bana minus 6 yapayım. A break demek minus 4 yapayım. A 2 bölümü break 2 bölümü demek yetenekine 2 bölümü yetenekine. Böyle. Demek endi ikisini topishimiz uchun biraz chiqadigan bo'lsa demak ko'paytirib chiqsak nima bo'ladi? Bu minus 1 bo'ladi. Bu bittasi 2 bo'ladi. Bu bittasi 3 bo'ladi. Bittasi 6 bo'ladi. Bu teskari yo'lda. Demak, ana bu teskari matritsani D ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni x barobar deymiz. Bir t yani bo'ladi. Xo'sh, minus 1 bittasi 2, bittasi 3, bittasi 6 ni ko'paytiramiz. B ga 2, 3, 7, 6 ko'paytirsak nima bo'ladi? Matritsani ko'paytirish foydasi. Demak, minus 1 ni 2 ga ko'paytiramiz. Buni ko'paytirsak 2 bo'ladi. 2 0 bo'lar ekan mana. Minus 2 ni ko'paytirsangiz 2 0 bo'ladi qo'shsak. Xo'sh, bu 3mi? Minus 3. 3 3 bilan 0 bo'lar ekan mana. Xo'sh, bizchi 4 taqsim 3. 4 taqsim 3 ni 4 taqsim 3. 4 taqsim 3. Mana bu bo'lsa 4 taqsim 6 bo'ladi. 4 taqsim 6. Nima bo'ladi? Bu bo'ladi 6 ga teng. 6 ga teng. Tamam. 4 taqsim Ho'p, shuni demak bunisi 2 ga teng ekan. 2, 6, 1. Demak bu 2, 1 taqsim 6, 1, 3 ga teng. Mana bu demak. X ni olsangiz ana shunga teng bo'ladi. Ana shuni ko'paytirsangiz, demak